Viloyat axborot kutubxona markazi xodimlari bo'sh vaqtlarida qaysi kitob mutolaasi bilan mashhur? Qani ketdik, bilib olamiz. Hozirgi kunda qaysi kitobni sevib mutolaa qilyapsiz? Hozirgi vaqtda Kaykovskiy Qobusnoma asarini mutolaa qilyapman. Yuyxuani Yashamoq romanini mutolaa qilyapman. Hozirgi paytda Fotih Dumanning Sir degan deb nomlangan romanini mutolaa qilyapman. Ushbu asar axborot kutubxona markazimiz fondida mavjud. O'qishlaringizni tavsiya qilaman. Lev Tolstoyning Tirilish romanini mutolaa qilayotgandim. Bu asar o'zimizni kutubxona fondimizda mavjud. Hozirgi damda men Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romanini o'qiyapman. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda men Aslih Sanjarning Qaram romanini o'qib tugatganman. Barchaga o'qishni tavsiya etaman. Hozirda men Ferhat Kardashning Harakatda davom et kitobini o'qiyapman. Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqning ruhiy tarbiya kitobini o'qiyapman. Faqat siz kitob mutolaa qilmayapsiz.